Jahon chempionatiga 3-4 kun qolganda Argentina FIFA reytingida birinchi o'ringa chiqib qoldi. Bunga sabab Argentina kuchliligidami yo o'sha Argentinaning treneri 18 ta o'yindan beri g'alaba qozonib kelayotganidami? Nimada? O'zi asosiy fakt bu Ispaniya bilan Fransiyani yutqizganini sababi. Fransiya yutqizib qo'ydi, Ispaniya necha o'ynab qo'ydi. O'zidan ancha slabroq komandalar bilan necha yoki yutqizsa FIFA reytingida minusga ochkolar ketadi, yutsa plusga ketadi, hammamiz tushunamiz. Bunga asosiy Argentinani kimdir dahshat yutib tashlaganida emas, imенно Fransiyani yutqizib qo'yganiga, o'zidan ancha slabroq komandaga va Ispaniyani ham o'zidan slabroq komanda bilan necha o'ynab qo'yganiga sabab Argentina jahon chempionatidan oldin birinchi o'ringa chiqib ketdi FIFA reytingida. To'g'ri, ular jahon chempioni, lekin o'yinlarga qaraganda Argentina 3-o'ringa tushib qolgan edi. Endi 62-yillarda hech kim jahon chempionatidan 2 marta ketma-ket yutmayotgan ekan. Bu haqida bilmoqchi bo'lsanglar, keyingi videoni kutib turinglar. Keyingi videoda nimaga Argentina bu safar ham ketma-ket 2-marta jahon chempioni bo'lishi to'g'risida aytib beraman.